Assalomu alaykum akalar, hamma sog' salomatmi? Mana bu Samarqand mashina bozoriga keldik bugun. Yakshanba 28-iyun. Mana bu 2009-yil Lacetti 2 yevro. Xo'sh, metan gazda mexanik korobkada ekan. Narxini 4,5 ming deyapti. Yana kelishadigan joyi bor. Nomerini hozir yozib qo'yaman. Bu o'zimizga tayyor bozorniki tanishdik. 2009 deyapti. Bir ikkita joyga kraska bor ekan. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Metan gazda tekshirsangiz bular 100 talik balon ekan. Uni hozir qo'ydik, uni Instagramga oldik. Agar ilinsa ulaveramiz, sayiga ko'rsatamiz. Xo'sh, mana bunisi. Lacetti bu 1.6 mi? Assalomu alaykum. 1.6 mi aka bu? 1.6. Ne? Avtomat bu? Propan metana? Metan kansan. Metan. Kansanlar bormi? İşleydimi? İşleydi aka, YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? Yili 13 mi? 12 mi? 2012 oq Lacetti. Xo'sh, 1.6 motorda konditsionerlar bor, metan qo'yilgan. Bu 1.6sini qulay tarafi moy yemaydi avtomat korobkada. 1.8 lar moy yeydi akalar. Xo'sh. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yurgani 222 ming ekan. Qo'yilgan futbol ko'ryapsizmi aka? Mayli, boriga shukr aka. Chiqqani yaxshi bo'ldi muhimi. Holat chiqol poliklari yaxshi, chiroyli holatda ekan saloni. Lastiklar keng bo'ladi, shunisi yaxshi. Arqa tonirovkada. Aka, kraskasi bormi? Kraskasi bormi aka bu joyda? Kraskalar bor ekan. 100 talik metan. 100 talik metan. Zapaskalari ham yangi ekan. Chirgan joylari yo'q. Balonlari 4 ta yangi balon aka. Qayerda deysiz kraskan? Oldi kapot kriloda. Motor ходовой korobka ishi yo'q. Bu 1.6 va moy yemaydi. Yuklari ham bor ekan. Qancha deyapsiz aka? 5800. 5800 bo'lishini qancha deysiz aka? 5000 larga bo'ladimi? 5800 qimmatroq ekan. Ha, yo'q bilan gaplashish kerakmi? Sizdanmi aka mashina? Sizdan edi aka mashina. Qancha deyapsiz aka buni? 5800. Qanchaga berasiz aka bu ishini? 5000 larga bo'ladimi? 5200 lar. 5000 bo'lsa aka 5000 qimmat lekin 5000 hozir. Mashina narxi tushyapti asta-asta. To'g'rilik 5000 aka. Gaplashaveramiz. Narxga, mayli. Narxga bo'lsa 5000 galik olamiz. Nomer ayting aka. 99 lik. 078 078 43 66. Qayerda mashina aka? Loyish Oqdaryo. Hujjatlarda mana bo'lmaydi, generalni farqi bor. Mayli aka, rahmat, sog' bo'ling. Akalar, Lacetti Gentra uni mana yana bitta Cobalt olamiz. Lacetti Gentra Cobaltlardan. Mana shu Gentrani olaylik bo'yicha o'tgan safar Gentradan buyurtma tushgan. Assalomu alaykum. Aka, YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? Yili necha shuni tushuntirib ketaylik, mana nomer qo'ymaymiz. Ya, narxini qancha deyapsiz? Tushunmasam, qo'yalik qo'ymaymiz. Shunday narxini alik qo'yaman-da. Nomer qo'ymayman aka. Shart emasmi? Mayli aka, sog' bo'ling. Mana shu Gentrani qo'yamiz masalan. Yilini nima aytmayapman. Assalomu alaykum. Mashina sizdanmi aka? Aka, YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi? Yili necha aka buni? 2014 oq Gentra metan gaz, konditsionerlar bor. Konditsioner ishlaymi aka? Konditsioner ishlaykan. Bu mexanikami, avtomatmi? Mexanikada oq balonlari yaxshi. Ideal. Balonlari yaxshi holatda ekan. 1.5 motor. Bo'sh kraskasi. Metan 100 talik metan. Zapaskasi salgina eskiga o'xshaydi. Bor changan joyi yo'q. Mashina shunga qilinmagan. Salonlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kalsizmi? Yurgan qancha aka? Mayli shart emas, yurgani. 152. 150 1.5 ko'rar ekan-da. Chiqol o'ziniki ham Murodni. Bitta qo'yilgan ekan. Poliklari lekin qimmatidan yaxshidan qo'yilgan ekan poliklarni. Ko'rsatib qo'yaylik. Yurgan 151 ming ekan daji. 52 deysiz. Salonlari yaxshi, chiroyli holatda ekan saqlangan. Aka, qancha deyapsiz buni? 6800. Qancha kelishtirganingiz? Birov o'tamiz aka, uncha ko'p o'tmaydi. Qancha? 6000 bilan? Yo'q aka, 6000 o'tib bo'ldi. Bo'ldimi? Qanchaga bering? Ko'ngil qanday? Oxiri 6600 bo'lsa. 6400 ga qo'yaylik narxga. 6400 bo'ladi. Narxga. 6400.
6600 bo'lsa beraman. 6600 bo'lar, bitta nasiyasi bo'lsa-chi. Nasiya bo'lmaydi. Faqat narxga oldim. Ha, korobka, motor, ходовой, kraskalar qanday? Kraska sotdi. Toza, 152 ming edi. javob, ha? Ko'rdim, 150 1800 yurgan ekan. Nomer ayting aka. 93lik 93lik 447 447 53 56. 53 56, ha? Qayerda mashina aka? Jonboyda. Jonboy. Xo'sh, hujjatlarda bo'lmaydimi aka? Yo'q aka, gendan keyin chiqaradigan bo'ldi. Generalni ham chiqaradi, ha, farqi. Mayli aka, rahmat, sog' bo'ling. Akalar mana gentralar. Menmi? Hozir. Shunday desa ham bo'lar aka. Aka, yangi boshladim. Salom alaykum. Hozir qolib ketgan olinibdi. Ha, olinyapti hozir. 600 ta bormi? Yo'q. 300 ta bo'ldi hozir. 300 ta. Ha, yangi boshlandi. O, da aka, shu abzor qilay. Bu 1.8. Yili nechi buni aka? 14 bu aka. 13 ga 14? Ha. Toza kraska. Xo'sh, metanmi, propanmi? Propan, konditsionerlar bor, konditsioner ishlaydi, 1.8. Motor, kraskasi toza, motor ходовой ishi yo'q, ha? Toza, motor ходовой ishi yo'q. Tonirovka Tonirovka bor. Qancha vaqtga bor uni? 10 oy tonirovka. 10 oy. Salon holati. Tonirovkalar qilingan, oldiga 10 oylik yana ruxsatnomasi bor deyapti. Yurgani 170 ming ekan. Mexanik korobkada, salon chol poli qilingan, chol chiroyli ekan. Kojini chol, poliklar bor, monitor bor, monitor qilingan. Propan gazda. Balonlar yangi balon. Toza tarafdan ko'ramiz. Qilingan ekan. 4 ta yangi balonda. Opera diska hammasi xullas terilgan mashina. Nech pul deyapsiz aka buni? 6,5 deyapmiz. 6,5 qimmat emasmi aka lekin? Siz podpiskalaringiz kelsa agar siz hurmatsiz o'tib beramiz. Qancha o'tib berasiz aka? Qancha o'tib berasiz? Boyboq, Qancha o'tib bera olasiz? Bunun uchun 5800 ta beramiz. 5800 aka. Nomer ayting aka masalan. 90lik 90lik 104 104 0021. Qayerda mashina aka? Safar mashinasi. Hujjatda qanday bo'ladi? General. Hujjatda gap yo'q. Generalni ham chiqaramiz. Любой narsa. Variantgaligida ham bo'laverami aka? Ha, avtokredit balab. Kreditdan bo'ladi. Hamma narsa bo'ladi. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Bu hamma. Bu qo'yilgan aka, hamma joyga qo'yilgan. Belli aka. So'ylang aka, endi 1.8 endi bitta Nexia ko'ramiz. Bitta Gentra topaylik chiqani. Gentralar. Mana shu lastikni olaylik, menga shu yoqdan ko'rib so'rab ko'ramiz egasidan. Agar qo'ysa o'g'ramiz, lekin Navoiyniki ekan, Navoiy gatdek. Bu taraflar sho'rbalar, chirigan joylar bo'lishi mumkin, kraskasi. Xush ko'ramiz. Tekshirib ko'raylik chiqani. Bu Malibu qilinganmi? Malibular bu. Chqol poli qilingan, saloni chiroyli holatda ekanda, lekin mana bunga o'tirib plastikga mazza qilaman-da, lekin akalar davom etamiz. Katta telefon uzilib qoldi, shuning uchun videoni orqa qildik. Hozir ham ulaveramiz endi. Sizlar obuna va like bosib qo'yinglar aka. Havolar juda issiq, odam tayyorlab ketyapti o'zim. Lacetti Gentra Captiva'lar ko'rsataveramiz. Kobaltlarda Captiva devorni. Mana shu Gentrani so'rab ko'ramiz. Undan keyin bunda Cobalt ko'ramiz. Hozir Lacetti bilan Gentralar so'radik. Ikkitami, ikkitami. Gentra metan 1.5 4-chi pokoleniya, konditsioner bor. Assalomu alaykum. Aka, YouTube'ga chiqarsak bo'ladimi? Lavay. Mayli aka, sog' bo'linglar. Narxi qancha aka buni? 7800. 7800. Yili nechi? Yili 2020, 7800 deyapti. Nima esa arziydimi? Mana shunday. Oq, mana Gentra mana. Cobalt yangi bu qimmat, buni chiqarmaymiz baribir. Ko'ramiz. Mana bu tarafga o'taylik chiqani. Bu tarafda ko'p ekan Cobaltlar. Mana shundan chiqaramiz, xudo xolasa. Bitta Cobalt chiqaramiz akalar. Futbolni ko'rgan bo'lsangiz, katta nasringlar yo'q nimagadir. Soat 4da turib men futbol ko'rib qo'yaman. Assalomu alaykum. Aka, YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? Narxini qo'ying, ana mexanik 19 da. Bunimi? 2019. Bo'ldi aka. 2019 oq Cobalt metan gaz 1.5 motor, konditsioner
Konditsionerlar bor. Xo'sh, oq tutday yangi balonlarda salon holati. Qani ko'ramiz, yurgani 68 ming ekan. Chiqol o'ziniki polik ham arzondan qo'yilgan ekan. Yurgani 68 ming, bir ko'rgam yurmagan. Hani 2009 bo'lsa 7 yil. 7 yilga lekin ishonchsizroq. Metan 100 talik. Voy, ochilmadi. Hozir zapaskasini ko'ramiz. Zapaskalari yangi, damkuraklar bor, chirigan joylari yo'q. Sumka qilinmagan. Mashina lekin yangiday turibdi. Menimcha bu bir terilganda, paket qo'yilgan o'zi o'xshatarlar-ku. Va tushunasizlar, hozir qimmat ham aytib kerak narxini ko'ramiz. Agar qimmat aytsa aka, buni motor, hadovoy, korobkalarda shumi? Kraskalari qanday? Kraska arqa krivada bir qarish bor. Arqa krivada? Shofer tarafdan. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Narxini 9 aytaman, 8800 ga beraman. 8,5 qo'ysak bo'ladi. 8700, 600 bo'lsin. 8,5 qo'yaylik aka narxga. 8,5 ga. Telefon qismida kanalizasiya. Bo'ldi aka. Xo'sh, nomer ayting aka. 95lik. 95lik 791 791 0404. 0404. Rahmat. Qayerda mashina aka bu? Qayerda mashina? Ishtixon. Hujjatlarda nima bo'lmaydi aka? Generalni chiqaradi. Keyin ana variantga va normalarga bo'ladimi? 2-3 ming bilan gaplashsa bo'ladi-da. YouTube'ga qo'yamiz aka. Rais avto degan kanali bilan. Jentrami? Bo'ldi aka, bu lekin narxiga arziydi. Mashinaga katta narx tushgan. Mashinalar narxi tushganmi? Mana aka. Bu yili nechi? 19 zavodskiy metan. 19 zavodskiy metanmi? Ha. Toza bir tomchi bilan. Konditsionerlar ishlaydi aka? Motor, hadovoy, korobka. Salondan bir qo'l, o'zimniki. Ha, o'zingizmi mashina? Bo'lmasam shu. Toza ham shuncha mashina ekanda, bir xil bo'lsa shunisi yaxshi. Balonlari yangi balon qo'yilgan. 4 ta yangi balon aka. 45. Ha, balon xizmatlari. Tiniq, o'zi ko'rinishdan ham tiniq ekan. Bo'ldi aka, tiniq 4-pokoleniya metan zavoddan deyapti. Yurgani 159 ming, 600 mingga yaqin. Chixol polik bor, mexanik korobka. Hozir ko'ramiz. Orqa ta'mirlovga yo'q ekan lekin. 8 ming bering. Yangi balonlar shunday qo'yarasiz. Ko'ramiz. Zapaskalari ham hali ishlatilmagan o'xshaydi. Yangi ekan. 2019 oq. Kraska hamma joyi yaxshi deyapti. Kraska toza, motor, hadovoy, korobka chiqarib yo'q, konditsioner ishlaydi. Narxini qancha deysiz aka? 8600. 8600 bo'lishini. Kelishtirib beraman. Bo'lishini ayting aka, o'zingiz. 8400 bo'lsa beraman. Qani arzonroq qo'yaylik aka. Yo'q, o'zi tekin beryapman. 8400 ga yaxshi lekin. Arzon beryapman, toza 19 galofga hech qayerga kulish tegmagan. Motor ochilmagan-da. Faqat moy almashtirilgan. Mana akalar. Motor lekin ochilmagan haqiqatan. Yo'q. Ochilganga o'xshaydi. Biz bir qo'l bilan 8400 dedingizmi aka? 8400. Nomer ayting chiqan. 94 94lik 985 985 46 66 Qayerda mashina bor aka? Chimboyobodniki. Chimboyobod. Pastarg'om Chimboyobod. Pastarg'omniki-da. Nagorniy Pоворot. Hujjatlarda nima bo'ladimi aka? Generalni ham chiqaverami? Beraverasizmi generalni? Beraveraman. Lekin boynagi nimasini nomiga o'tkazib olsa beraman. Men ishtirab. Uni qilsa bo'ladi, u oson-ku. Maygovdan ham qilsa bo'ladi. Mayli aka, rahmat. 8400 ga lekin yaxshi narx chiroyli narx. Sentralar. Bilan Cobalt qo'yamiz dedik. Bitta Cobalt qo'ydik, yana bitta mashina ham qo'yib ko'ramiz. Va ko'ramiz egalari yo'q-ku buni. Aka, bu mashina kimdan? Sizdanmi? YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi aka? Shuni qilsak bo'ladimi aka? Nomer qo'ymasdan yili nechi? 2024 qancha deyapsiz aka? 11,5. 2024 Cobalt 11500 deyapti. Kelishadigan joyi bo'lsa kerak. YouTube'ga qo'ymaymiz dedi. Shundagina olib ko'ramiz. Metan gaz, konditsionerlar bor, motor ochilganga o'xshayapti. Bu ham kalit tekkan. Boyagi jentra ham ochilganda edi. Balki bir qarat ochgan. Dur, lekin ochilgan edi. Shu kalit izi bor edi. Ha, mashina chiroyli. Hozir salonni ham bitta ko'raylikchi. 2004 avtomat korobka ekan, yurgani 47650. O'zini radnoy chiqolda, poliklar. Chiroyli mashina. Mayli aka, rahmat.
Assalomu alaykum. Aka YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? YouTube'ga qo'ysak. Yili necha aka? 2018 metan gaz, konditsionerlar ishlaydi aka. Hamma narsasi. Hamma narsa ishlaydi. Motor hadoy korobka shuga. Javob. Kraskasi-chi? Bitta zadniklarida Shofir tarafga. Shofir tarafga. Mana shu tarafda pitno bor deyapti. Mana shu yerda ekan. Topdik. Lekin salgina bilin ekanda. Mexanik korobkada. Mashina issiqqina 175 ming yurgan ekan, paketdan ko'rinmadi. Saloni Cobultlar, lekin Cobultga mazza qilaman-da. Lastin ham kengda bu. Lastini keng dedim-ku boya. Xo'sh. Qilingan. Ochib yuboraylik chiqani. Mana shu yerda bor ekanda kraskasi. Balonlari bu ikkita yaxshi, bu tarafchi. Biz bu yoqda ko'ramiz. Bu yoqlari ham yaxshi unchalik. Yangi emas, lekin o'rta holatdan sal yuqoriroqda, ham yana 1 yil ziyod haydasa bo'lardi. Xo'sh. Voy, ochil, sim ochil, shumka qilingan. Bu shumka qilingan zapaskalari yaxshi holatda, yangi ekan, lekin zapaskalari metani ham yangi 100 talik. Mana shu dizaynlagan joyi bor ekan, lekin bu hech narsa emas. Xo'sh, faralar qo'rqmagan 2024 esa o'zi zavoddan chiqqan bo'lishi kerak bu. Shuna qilib. Soatchada. Birinchisiga o'zim yo'qolmam. Qancha deyapsiz aka buni? 8200 deb qo'ying. 8000 qo'ying aka. 8 qo'ying. 8000 nomer ayting. 94lik 94 181 181 04 04 24. 24. Qayerda mashina aka bu? Ishtixon. Ishtixona. Hujjatlarda Hujjatlarda generalni ham bo'laveradi. Uni variant VKga ozmas yetmasa kutamiz, u VKga yo'q. Qancha? 1 oy 2 oy. 1 oy 2 oy kutadigan joyi bor ekan akamiz. Mayli aka, rahmat. Sog' bo'ling. Buni ikkitani Buni hammi? Buni yili necha? 2022-23 ha, motor bu ham metan. Mana akalar, telefon sotib oldik. 2022 Cobalt oq metan gaz, konditsionerlar bor, konditsioner ishlaydi. Ichkariga salqinlanib chiqdik ketdik o'zimiz. Mana bismillah, mana yurgani 70 ming yurgan. Mashina konditsionerlar ishlayapti hozir. Mana ishlayaplar, mana bonusga berilgan mashina sotilsa, hozir mana bu jiyan aytdi. Ukazmi? Ha, helikopterlar zerikibdi ukasidan. Voy, o'zga kraskasi tozalaydi buni. Hamma joyi avtomat korobka aytgancha, mana gapam ishdan chiqibdi. Monitorlar bor, ishlayapti hammasi. Chixol poliklar yangi qilingan, 4 ta yangi balon. Buni boya o'zim tekshirdim-da, aylanib ko'rdim. Telefon qizib ketdi. Akalar 2 marta qizib ketdi, telefonni o'rtaga qo'yib yuboraman. Qizib ketganini. Havo juda issiq. Agar obuna bilan like bosib qo'yinglar, iltimos kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Yana qanaqa mashina chiqaraylik hozir. Bugun endi Lacetti Gentra Cobaltlardan chiqaramiz. Havo juda issiq. Qo'ya mana buni suv qo'ydim. Bunda mana bu yerda kraska bor. Bu ham xuddi shu odamniki. Kraskasi bu toza deyapti. Yurgani 70 ming, hali yangida bu mashina, yangida turibdi holatda. Narxini so'raymiz. Mana bu yoqda egasi. Shahlardan so'rayveraylik. Buni narxini qancha deyapsiz aka? Uni ham 10 ming ichiga qo'yarasiz. Narxi bo'lmaydi. 10 ming ichiga. 10 mingdan o'tib berasiz? Aytdi shunday. Bu nomer ayting aka. 93lik 129 94 66. Qayerda mashina aka? Ishtixona. Aytgancha bitta joy. Hujjatlar ham bo'lmaydi buni ham. Bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'ling. Akalar, hujjatda ham bo'lmaydi, keyin kredit ham chiqadi deyapti, lekin men kredit xohlamayman. Bo'lsa, endi naqdga olgan yaxshiroq baribir kreditdan ko'ra. Holati lekin juda chiroyli holatda ekan. Xo'sh, yana qanaqa mashinalar chiqaramiz? Lastik chiqaramiz. Bugun lastikni kam chiqardim, adashmasam. 12 ham yo'q. 12 qo'ymaymiz. Mexanik qarab ekan 12. Avtomat bo'lsa yaxshi edi 12 ichami. Qara, obuna bilan like bosib qo'ysa, mana quyosh chiqaraylar qizdirganni. Assalomu alaykum. Aka YouTube'ga qo'ysak bo'ladimi? Yili necha aka shunday? 9. Nech pul deyapsiz? 9300. 9319 ha. Aka rahmat. Aka 2019 9300 deyapti. Cobalt mana metan. Metan gaz bilan konditsionerlar bor, ishlasa kerak, yangi hali. Buni ko'ramiz. Bu tarafga bitta o'taylik, jentralar ko'ramiz.
akalar endi qotirib ko'ramiz, boshqa iloji yo'q. Akalar mana Onyx qo'yamiz. 2024-yil ekan. Motion benzinda, konditsionerlar bor, ishlaydi, avtomat korobka, rangi metalik rangidan buni 4 ta yangi ballonda, hozir ballonlarni ko'ramiz. Bu tarafni ham menimcha 4 ta yangi ballon, kraska toza, hech qayerda ishi yo'q. Ko'ringlar. Ko'rasizmi? Ko'rmay ekan. Mana akalar, avtomat korobka yurgani buni stop yoqmaylik, yurgani hali 100 mingga bormagan, 60 necha ming dedim. Shunday deb chiqol o'ziniki poliklar qo'yilgan, chiroyli holatda. Onyxga meni havasim ketar, kimga qanday bilmadimmi. Negadir men Onyxga chiqib ketgan, lekin zo'r. Xullas hammasi yaxshi. Holatlari mana akalar. Bu hozir mana zerikib ketgan, shunday ketsam bo'ladi, zerikib qo'yib, malol. Motion benzinda, lekin gazi yo'q. Shunisi ham eslab qolish kerak. Qolmagan yaxshi. 69 ming ekan yurgani. Bo'lishini 11 ming deyapti. Aka buni yurgani qanchalik deysiz? 27 yurgan. Ha, bu 27 ming ekan, 69 ming mana bu Cobalt aytgancha. Bu 27 ming. Bo'lishini 11 ming deyapti. Hozir nomerini olamiz. 93lik 358 93lik 358 91 ha. Hujjatlarda nima bo'lmaydi aka? Yo'q. Bo'lishi 11 ming. Bo'ldi. Mayli aka, rahmat. YouTube'ga. Mana shu akalar, endi bozorlik qilamiz, davom etaveramiz. Endi bo'lib qo'yamiz akalar. Birdaniga qo'yishga telefon qilib ketyapti, o'chib qolyapti akalar. Like, obuna, eksan chiqmasin, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qo'yinglar, qanaqa mashina chiqaraylik keyingi haftaga. Bu hafta mana shular chiqardik. Asosda davom etaveramiz, yana ko'ramiz. Mana shu Samarqand mashina bozori. Lekin bayağı futbolda dardi borda ichimda. To'g'risi, katta alam qilib yuribdi ertalabdan beri. Ertalab yana uyda ishlamagan dadamdan so'kish eshitib oldimmi? Hammasi nazorat ostida deydi-ku, futbol ko'raman deb. Uyqulardan qoppan ham meni.